Salom do'stlar va nihoyat 100 yil deganda Skibidi Toilet 79-qism part 1 qismi ham chiqarildi. Albatta biz bu kunni juda ko'p kutgan edik. Bu qism kutganimizdek juda ko'p epik sahnalarga boy bo'ldi va biz yaqin daqiqalar ichida barcha bo'lgan qism voqealarni tahlil qilamiz va barcha savollarimizga javob topishga harakat qilamiz. Shunday ekan ekranga yaqinroq o'tirib oling, videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Dastlab bizga kameramenlar bazasini ko'rsatishdi. Unda Kalon kamin va injener kameramenni ko'rishimiz mumkin. Atrofda esa Skibidilar, kameramenlar va Kalon kaminlar birgalikda ishlashmoqda. Markazda esa Vantusmen haykali turibdi. Vantusmen qachonlardir haqiqiy qahramon bo'lgandi. Keyin esa injener kameramenni boshiga yangi qurilma taqib, Kalon kaminga bu Skibidilar tilini tushuna olish imkonini beradigan qurilma dedi. Bunga javoban Skibidi men sizni parchalab ichingizda nima bor ekanligini ko'rmoqchiman deb hazillashib qo'ydi. Shu paytda detektiv kameramen kelib injener kameramenni boshidan qurilmani olib qo'ydi va uxlading deb ketib yubordi. Shu paytda Gigant TV bazaga teleportatsiya qilib keldi va jahl bilan soatlab narsa tashyapman, oyligimni qachon berasizlar dedi va ularni bizni topa olmaganlari mo'jiza dedi. Lekin Astro Skibidi maxfiy ravishda yashinib olgani ma'lum bo'ldi va kameramenlar bazasidagi katta qurilma buni aniqlab oldi. Ammo Astro endi kech bo'ldi. Biz sizlarni qayerda ekanligingizni aniqladik dedi. Shu paytda qandaydir tajriba o'tkazilib, upgrade bo'layotgan o'sha mashhur Sim kameramen maxsus texnikasidan chiqdi va ko'k chaqmoq sifat energiya bilan Astro Skibidiga zarba berdi. Keyin esa olim kameramen uni orqaga qaytishini boshi bilan ishora qildi va kameramen orqaga qaytdi. U yo'lida TV ayolni ham surib ketdi. U kirgan apparat unga orqasidagi dumaloq uskunaga quvvat berishi aniq bo'ldi. Shu bilan signal chalindi. Ya'ni astrolar kameramenlar bazasini va nihoyat topishdi. Krutoy TVmen esa bizga vaqt kerak edi deb qilichini chiqardi. Eng kulgili sahnalarning birida esa shu paytda eshik ochilib gibrid Skibidi kirib keldi. Uni qo'lida pul to'la chamadonni ko'rishimiz mumkin. Va u men kelishmoqchi edim, ammo $1,000,000 kamlik qildi va meni fitnamni bilib qolishdi dedi. U muzokara qila olmagani ma'lum bo'ldi. Karochi TV Gigant parod qildi va Skibidi Astro kirib olgani katta muammo keltirib chiqardi. Keyin biz ko'chaga chiqdik. Esingizda bo'lsa, bundan ancha oldingi qismlarda ham xuddi shunga o'xshash sahna bo'lgandi. Atrofda jang bo'layotgani ma'lum bo'ldi. Dastlab kachok Skibidi kelib Astroni devorga urib, majralab tashlagan bo'lsa, keyinchalik mafiya Skibidi va Michael Jackson ham yetib kelishdi. Ammo bu boshlanish edi. Chunki ikkita Astro quruvchi va Gersagina Skibidi ham yetib keldi va Gersagina bechora Paul kameramenni ustiga yumshoqqina dumbachalari bilan o'tirib oldi. Videolaringiz uchun sifatli prevyular kerakmi? Unda aynan Preview Maker Muhammadillo siz uchun ajoyib sifatli 4K formatdagi prevyular tayyorlab bera oladi. Kanal silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib ko'rishingiz mumkin. Bechora Paul kameramenni ustiga yumshoqqina dumbachalari bilan o'tirib oldi. Gersagina esa biz tarafga qarab hozir kim kelishini bilasizlarmi dedi va katta teleportatsiya tutuni paydo bo'lib Skibidi astrolar zahvat qilib olishgan upgrade bo'lgan Titan TVmen yetib keldi. Va Titan TVmen afsuski Skibidi astrolar tomonidan jang qilmoqda. Ko'rsatishki kameramenlar bazasida hattoki bazani o'rab turuvchi energiya qalqonlari ham bor ekan. Ammo TVdan bitta o't otish bilan hamma yoqni vayron qildi. Natijada unga qarshi bazadagi kameramenlar, Skibidilar va spikermenlar hujumni boshlashdi. Ammo TVdan bitta o't ochish tufayli hammani yerga qulatdi. Shu paytda Skibidi olim keldi va ulkan lazerlar bilan TVdan tomon zarba berdi. Ammo kutilmaganda TVdan katta qilichi bilan uni ustiga katta kuch bilan zarba berdi va olim Skibidini robot tanasi majag'lanib ketdi. Yaxshiyamki uni ichidagi olim Skibidi tirik qolibdi va uni ustiga tashlangan qilichga qarab ajoyib ekan deb o'rganmoqchi edi-yu, ammo portlash tufayli u bu yerdan surib qoldi. Shu paytda Gersagina biz tomonga qarab kulgan holda, endi sizlarda imkoniyat yo'q. Fazoga qarshi chiqib bo'lmaydi va faqat kuchlilar g'alaba qilishadi dedi. Shu paytda orqadan kameramenlar qo'shinlari oxirgi energiyalarni to'plab qayta hujumga tayyorlanishdi. Bizni spikermen esa barchasini tushundi va bekorga o'lib ketmaslik uchun barchani orqaga qaytarmoqchi va bu yerdan ketkazmoqchi bo'ldi.
Ammo g'azablangan ayol kameramen va boshqalar qurollari bilan hujumga ketishda davom etishdi. Shu paytda Astro Skibidiylar 4 ta TV ekranini chiqarishdi va odatda TVmenlar ishlatadigan qizil gipnoz nurini qo'llashdi. Shu bilan kameramenlardagi aloqa uzildi va Skibidi Toilet 79-qism part 1 qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu qism bizga zafat qilingan TVmenga qarshi jangni boshlab berdi. Xabaringiz bor, dunyoning narigi tomonida spikerlar qo'shini ham katta xavfda qolishgan, chunki ulkan bahaybat Skibidi ularga qarshi chiqishi mumkin edi. Hozirgi paytda bizga upgrade bo'lgan Titan kameramen va G-Toiletlar yordami kerak bo'lmoqda. Katta ehtimol bilan biz part 2-qismida kameramenni ko'ramiz yoki ular mag'lub bo'lishadi va bazalardan ayrilishadi. Aniq nima bo'lishini esa 2-qism chiqqach bilib olamiz. Katta ehtimol bilan 2-qism iyul oyining boshida chiqadi. Mana azizlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Skibidi Boss kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.